40 Qudsiy hadis. Imom G'azzoliy. Yaratilish mazmuni. Ey odam farzandi, sizlarni avval oz bo'lib, keyin ko'paytirish uchun xalq qilmadim. Qo'rqinchda menga hamroh bo'lish uchun, yo ojiz bo'lib qolganimda yordam so'rash uchun, yoki manfaat hosil qilish uchun, yoxud zararni daf etish uchun sizlarni yaratganim yo'q. Balki uzoq vaqt menga ibodat qilib, ko'p shukr keltirib, erta-yu kech menga tasbih aytishingiz uchun sizlarni yaratdim. Ey odam farzandi, agar sizlarning avvalgi-yu oxirgilaringiz, jinlar-u inslaringiz, kichiklaru kattalaringiz, hurlar-u qullaringiz menga toat qilishga jam bo'lishsa, mulkimdan zarra miqdoricha ham ko'payib qolmaydi. Kim jiddu jahd qilsa, o'zi uchun qiladi. Alloh esa butun olamlardan behojat zotdir. Ey odam farzandi, ozor berganingdek senga ham ozor beriladi. Amal qilganingga yarashasi beriladi.